Assalomu alaykum hurmatli guruhdoshlarimiz, bizga yangi oyoq kiyimlarimiz keldi. Hozirgi trendda bo'lgan oyoq kiyimlarimizda narxlarga kelsa, narxlari 160 ming so'mdan Xitoy fabrichni, razmerlari kelsa, razmerlari 36 dan 40 gacha. Bularimiz ham ertadan 12-martdan sotuvimizga chiqadi hurmatli guruhdoshlarimiz. Bularimiz ham dokument korobkali. Bizning manzil Namangan shahar G'ishko'prik taqasi, Mo'ljal 15-maktab ro'parasi FM Ayla. Guruhdoshlarimiz, bu Pradalarimiz ham yangi keldi. Narxlarga kelsa, narxlari 160 ming so'mdan Xitoy fabrichni, razmerlari kelsa, razmerlari 36 dan 40 gacha. Bularimiz ham ertadan 12-martdan sotuvimizga chiqadi. Narxi 160 ming so'mdan hurmatli guruhdoshlarimiz. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor. Bemalol adminga murojaat qilaverasiz. Bizning manzil Namangan shahar G'ishko'prik taqasi, Mo'ljal 15-maktab ro'parasi FM Ayla. Guruhdoshlarimiz, bu oyoq kiyimlarimiz ham yangi keldi. Narxlariga kelsa, narxlari 160 ming so'mdan Xitoy fabrichni. Bularimiz ham ertadan 12-martdan sotuvimizga chiqadi. O'zbekiston bo'ylab bularimiz ham dastavka qilib beramiz. Bemalol adminga murojaat qilaverasiz. Bizning guruhdoshlarimiz, bu oyoq kiyimlarimiz ham yangilik. Narxlariga kelsa, narxlari 140 ming so'mdan Xitoy fabrichni. Bularimiz ham ertadan 12-martdan sotuvimizga chiqadi hurmatli guruhdoshlarimiz. Bularimiz dokument korobkali hurmatli guruhdoshlarimiz. Narxi 140 ming so'mdan. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor. Bemalol adminga murojaat qilaverasiz. Bizning manzil Namangan shahar G'ishko'prik taqasi, Mo'ljal 15-maktab ro'parasi FM Ayla. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor. Bemalol adminga murojaat qilaverasiz. Guruhdoshlarimiz, bu oyoq kiyimlarimiz ham yangilik. Narxlarga kelsa, narxlari 140 ming so'mdan Xitoy fabrichni. Bularimiz ham hurmatli guruhdoshlarimiz, dokument korobkali. Narxi 140 ming so'mdan. Bularimiz ham ertadan 12-martdan sotuvimizga chiqadi. Bemalol kelaverasiz. O'zbekiston bo'ylab bularimiz ham dastavka qilib beramiz. Bemalol adminga murojaat qilaverasiz. Bizning manzil Namangan shahar G'ishko'prik taqasi, Mo'ljal 15-maktab ro'parasi FM Ayla.